Yo do'stlar, salom hammaga. Bugungi videoda biz meni do'stim bilan birgalikda Orolda yashab qolamiz. Like bosib obuna bo'lib qolganlar uchun videoni ko'rib mirqib tomosha qilishingiz mumkin. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qara bo'lmasam biz videoni boshladik. Xo'p. Bizga birinchi o'rinda daraxt chopish kerak, lekin mana bu yerda meduza ko'rib qoldik. Hisosyapti, qochyapti, ushlash kerak uni. Qochyapti, yana qochib ketyapti. Like bosib obuna bo'lsanglar ushlayman. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, ushlaymiz. Sizlar like bosib obuna bo'lmadinglar, shuning uchun usholmadik. Ketdik. Ortga qaytamiz. Menga daraxt chopibdi. Daraxt chopamiz hozir. Shu yoqdan qilasan ha bor. O, yoqda yalini qamab kel. Agar yana bizga yoshlar 8 oyoqlar chiqib qolsa, aniq uni olib o'ldiramiz. Biz birinchi to'g'ri o'g'ilamiz. Meni omadim o'z yuragim. Vaqti ham kerak. Motoqqa tegmangin, boqamiz. Qaysi? To'g'ri. Dedim. Demak, alinaqa ashtay o'tlarni chop, urug' olib kel. Bizga urug' kerak. Urug'lardan ekamiz masalan. Keyinroq qilaveramiz. Birinchi o'rinda biz daraxt chopishimiz kerak. Biz daraxt chopib, keyin o'zimizga uy qursak ham bo'laveradi daraxtlardan. Ishim oxirigacha yetkazib qo'y. Biz ana do'stim ham narada urug' qidiryapti. Biz urug'larni ekib, o'zimizga kerakli ovqatlardan olsak bo'ladi. Bambuklarni ham olib kelsang. Bambuklarni ko'p bo'ling. O'stiramiz. Ashlar hammasini olib kel, mayka ekamiz. O'zimiz sarab ekamiz bambuklar. O, men to'g'ri bor ekan. Kekiris. Daraxti bor ekanmi sen turgan Orolda? Yo'q. Bitta. O'tqana shekilli, bitta. Allah o'zi yo'q bo'ladi. Xo'sh. Bizga hali chiqmadi endi. Namaga solib turib, kirgan turib. Hop, yerga ostiga tushamiz. Bittadan teshib tushib, keyin yopib joyda. Bizga birinchi o'rinda tosh olsak, mana tosh ham bor ekan. Bu videoning ikkinchi qismini ham chiqarishimiz mumkin. Like bosib obuna bo'lib, agar obunachilar shu videodan 50 ta obunachi kelsa, keyingi ikkinchi qismini chiqaramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, shuning uchun. Aytavurmading 20 ta desang. Mayli, do'stim aytayapti, 20 ta obunachi qilib bersanglar, bu videoni ikkinchi qismini chiqaramiz. Bizga tosh yetarlicha emas ekan. 8 urug' chiqsa xolos. 8 ta yaxshi. Bizda 24 ta tosh bor. Endi bu yerdan chiqsa ham bo'laveradi. Bizga loy. 3 ta loy bor ekan. Olib ketdi. Quvab olib kelsang. Hamma daraxt chopib. Ana tuxum уже omadimiz keldi. Agar hozir shu tuxumni otaman, agar ichidan jo'ja chiqsa, like bosib obuna bo'lasizlar. Aytay, cho'chqa yo'q bo'lib qoldimi? Hamma ko'ryapti. Mana hozir shuni ichidan agar jo'ja chiqsa, like bosib obuna bo'lasizlar. 2-3 ketdi. Obuna bo'lmanglar. Sizga birinchi o'rinda kirki kerak. Xo'sh, biz o'zimizga stik yasab olib, do'stimga ham qilich, kirkadan yana bitta, mundan 2 ta olsak, bolta kerak. Bitta bolta olamiz. Keyin sandiq 2 ta. Bu yerga bizga 11 ta yog'och, keyinroq boshqa bitta qo'ydi o'tirdim. Bitta qo'yib, 2 ta qo'yib kelaman. Hozir bizga yetadi.
Ye, Do'tbek. Sen aytgan haligi tuxumni yorib chiqargan jo'ja mayaqqa chiqibdi. Obuna bo'laverasizlar ekan. Obuna bo'laverasizlar ana. Narigi orolda chiqibdi jo'ja. Ashta qo'ylarni olib kel. Men ungacha maytdagi tovuqimizga qurib turaman joyda. Ana daraxt. Daraxtlarni ham ekib qo'yamiz. Daraxtlarni ko'paytiramiz. Endi tovuqimizga joyni qayta qilsak bo'ladi. Orolimiz ham juda katta ekan. Necha ikkita qo'ydim. Masalan, o'ldirsak, shundan ikkita degan. Boltani olib turib, do'stlar, daraxt chopamiz. Do'stim ham kelyapti. Birinchi daraxtni chopamiz. Keyin bu daraxtlardan sen divan yasab tur. Daraxt chopib, senga rahim kelyapti, men senga bolta. Ma, Tashachi bo'pti. men senga bolta. Kelib turib, yog'ochmaydi. Voy, yog'ochim ham. Hozir menga hozir yog'och kerak. 3 ta yog'ochmi? Voy, 6 ta. 6 ta. 6 ta o'shan bo'yga. O joyi xato ketib qoldi. Teraz esimizdan chiqib qolibdi. Men senga sandiqni shu ikkisi narsalarni solaverasan. Menga o'zim mayoqqa verstaklarini qo'yaman. Buni qo'yamiz. Ketganini solib, yangiroq olamiz. Tosh bilan yog'och solib. Hop, bu ikkinchi videoning ikkinchi qismida uy ham qursak bo'laveradi. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'sh, bizga yana urug' kerak bo'ladi. Ikkinchi qismini alinaqa chiqarmoqchi bo'lsalar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qurib yashaylik, qurmasdan. Agar ikkinchi qismida uy qurib yashashimizni xohlasalar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'sh, bizga men unaqa qilib yuribman desam, bizga yog'och kerak ekanda, yuraveribmanman. Qorong'i tushib qopti. Menga 6 ta turib shirin. 6 ta yozibdi. Divan qilamiz. Bizga qorong'i tushibdi, sirasi. 6 ta yog'och tashlasam divan qilamiz. Bitta. Bizga hozir bu yerdan xo'sh bizga senga yog'och kerakmi, ey? Ma. Tashadik. Men senga yog'och. Unaqa kerak. Ana. Qani biz hali qurayotganimiz. Ana. Meni osh qo'ygan. To'g'ri o'ldirib qo'ymaganmiz? Yashayotgan bo'lsa yedik. Mana ko'rdim. Ke. Uxlavoling. Ke. Kir. Uxlavoling. Divan ber. Do'stlar, uje bizni tovuqimiz qamaldi. Divanimiz uje do'stim divan yasabdi. Qani meni divanim. Qo'yganman qaytadi. Mayaqa divan qo'yib qo'yibdi, yaxshi. Bu yaxshi do'stlar. Keyingi qismda agar like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, bu videoning ikkinchi qismida biz bu yerda zombilarga qarshi urushamiz. Chiqib oldi bunaqa olma. Uni sindirib chiqsak. Hech qanaqa daraxtlar o'smabdi. Mayli, biz yashatmas. Hali cho'chqa-yu.
tuxum tug'dingmi? Yo'q, tuxum tug'mabdi. Do'stlar, shu orolimiz juda ham zo'r. Mana daraxtlarni ekib qo'yarsak, har bir obunachi uchun bittadan manaqa daraxtlarni ekyapmiz. Like bosinglar, obunachilar kelyapti уже. Hop, bizni uyimiz bu yoqda bo'lsa, bizga birinchi xo'sh. U o'zini narsalarini ekyapti bu tarafga. Biz ham o'zimizni mana bu narsalarimizdan ekamiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Menga ham urug' berib tur. O'tlar hammasini olib tashlabdi. Bizga birga yashaymiz. Bo'pti. Nariga orolda o't qoldimi? Yo'q, bitta qoldi. Bitta ham qolmadi deyapti. Mayli, biz boshlanishiga yetadi. Ikkita bola-chayu. Qo'y bilan mol. Qo'y yaxshi. Siz katta. Ana do'stlar, ko'rdinglarmi? Like bosinglar. Daraxtimiz katta bo'ldi. Hamma qarab turgan holatda katta bo'ldi. Yaxshi, bu narsa yaxshi. Orolda yashab qolyapmiz. Like bosib, obuna bo'linglar. Bu videoning ikkinchi qismini ham chiqarishimiz aniq. Chunki sizlar 20 ta obunachini qilib bera olasizlar bizga. Men ishonaman. Do'stim qilib berisha olmaydi deyapti, lekin men sizlardan ashincha obunachi qilib berishlarni kutaman. Bu o'sgan daraxt chopib olamiz sirasi. O'zim bunaqa g'alati chirigan daraxt bo'lishi mumkin. Mana o'zidan daraxtlar tushiradi, sindirishimiz shart emas. Yo'q, sindirib qo'yaylik. Like bosib, obuna bo'linglar. Hop, mana do'stlar, daraxt ikkita tushibdi. Daraxtlarni qo'yib qo'yamiz. Like bosinglar. Mollarga tegmang, katta bo'lsin ular. Keyin o'ldiramiz. Qamab qo'ysa bo'lmaydi. Qamab ham qo'yaveramiz. Shuncha qildingmi? Yo'q do'stlar. Bu mening daraxtim bo'ladi. Bu yerda o'sadi. Daraxtlarimiz o'smayapti. Juda sekin o'syapti. Qo'y ham shuncha joyda yeb tashlabdi. Moli kalasi. Ko'p yapti. Cho'chqa hozir o'ldi, yana tirilibdi. Biz yog'ochlarni olib turib, yog'ochlardan o'zimizga dam olib o'tirgani joy quramiz. Menimcha bular yetadi deb o'ylayman. Bu yog'ochlarni yo'q, hozir uy qurish kerak yo'q. Bu daraxt hozir buni ularning orqasiga qilib qo'yaman. Verstakni sindirib bu yerga qo'yamiz. Bu sandig'imizni sindirib esa ichidagi narsalarni olib qayerga qo'yamiz? Buni albatta oldiga qo'yamiz. Yog'ochimizni sopamiz. Qilich tilka oldan olamiz, ketadi. Endi like bos. Do'stlar, qo'yimiz katta bo'pti, do'stlar. Qo'yimiz katta bo'pti. Tuxum tug'maydiganga o'xshaydi.
Bu uy do'stim shaxta qilibdi. Ay, Nasıl bu shaxta emas, mening uyim. o'ziga uy quryapti, ikkinchi qismda quramiz dedik. Meni tushirib yubordi, shaxta deb o'ylabman. Uni uy degan, chiq. Bilmay qolibman. Men o'zimga uy shart emas, do'stlar. Gap bo'lmasa yer tagiga ham qurib qo'yamiz. Biz ham bu shaxta qilib turib, shaxtani uyga aylantirib qo'yaveramiz kerak bo'lsa. Mana bu yerda qum bor ekan. O'yla, suv kirib ketib qoldi. Suv bor ekan, bilmay qolibman. Bu yerda gavlamaymiz. Orolni kattalashtirsa bo'lmaydi. Orolni kattalashtirishimiz qo'llayapti. Do'stlar, like bosib obuna bo'lsanglar, bu qurgan joylarimiz menga juda ham qolib ketyapman. Do'stlar, hamma joydan suv tushaver ekan. Do'stlar, mana hozir biz bu yerdan işte bizga fakil kerak. Ko'mir kerak. Fakillash uchun ko'mir kerak. Ko'mir topish uchun yer qazish kerak. Yer endi like bosib obuna bo'linglar bizga. Hayır, like bosib obuna bo'linglar. Bu videoni ikkinchi qismidan chiqarishimiz mumkin.